Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda sizlar bilan Python ma'lumot tuzilmalari haqida gaplashamiz. Python ma'lumot tuzilmalari 4 qismdan iborat: list, tuple, set va dictionary. List haqida o'tgan videomizda batafsil gaplashgandik. Bu videomizda tuple o'zgarmas ro'yxat, set tuplam, dictionary lug'at haqida gaplashamiz. Lekin bular haqida gaplashishdan oldin list haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz, takrorlash tariqasida. Xo'p, list bu tartibli o'zgartiriladigan elementlar ro'yxatidir. Uning xususiyatlari tartibli, indeksi bor va takroriy elementi bo'lishi mumkin va uni o'zgartirsak bo'ladi. Mutabledir. Nima uchun kerak? Ma'lumotlar ketma-ketligi kerak bo'lsa agar ishlatamiz, ro'yxatimiz, ma'lumotlarimiz tez-tez o'zgaradigan bo'lsa ham ishlatamiz. Umuman oddiy hayotiy misollardan bu savatchadagi mahsulotlar olsak ham bo'ladi. Xo'p, o'tgan videomizda mana shu misolni ko'rgandik va agar biz olmaga murojaat qilmoqchi bo'lsak, 0 indeksini ishlatamiz. Xo'p. Va bu misol o'sha hayotiy misoldan olingan. Xo'p, buni ham yurgizib qo'yamiz va yana bitta muhim narsa indekslash degan tushuncha bor Pythonda. Bu haqida ham to'xtalib o'tish lozim deb bildim. Va indeks haqida gaplashgandik o'tgan videomizda ham, lekin bu safargi qismida indekslash degan tushunchani hosil qilamiz. Bunda biz ko'p amallarni bajarsak bo'ladi indekslardan. Bulardan biri bu elementni o'zgartirishimiz mumkin. Qanday bo'ladi bu jarayon? Mana bu yerda mevalarga oldin, misol uchun, hozirgisi umuman olmaga murojaat qilmoqchi bo'lsak, 0 indeksini qo'yardik va olmani chaqirardik. Agar o'zgartirmoqchi bo'lsak, teng ishorasini qo'yib va yangi ma'lumotimiz bu yerda nok bo'ladi. Olma ma'lumotini nokga o'zgartiramiz. O'shanda hozir buni print qilsak, bizda nok bo'ladi. O'tgan mana bu umuman boshlang'ich ma'lumotimiz olma edi. Bu safar nokga aylandi, almashtirildi to'g'rirog'i. Xo'p, buni eslab qoldingiz deb umid qilaman. Xo'p, tuple'ga o'tamiz. Tuple bu tartibli, lekin o'zgarmas ro'yxat hisoblanadi. Uning xususiyatlaridan bular indeksi bor, takror bo'lishi mumkin va o'zgartirib bo'lmaydi. Immutabledir. Eslasalaringiz, list bu mutable edi, o'zgartirsak bo'lardi, lekin biz tuple'da o'zgartira olmaymiz. Xo'p, nima uchun kerak? Ma'lumotlar o'zgarmas bo'lishi kerak bo'lsa, xavfsizlik va tezlik muhim bo'lsa, oddiy hayotiy misollar bu GPS koordinatalari hisoblanadi. Misol tariqasida bu yerda ranglar ketma-ketligi, misol uchun qizil, yashil, ko'k va buni ham indeksga murojaat qilsak bo'ladi. Xo'p, yana bitta muhim jihat, bu yerda ma'lumotlarni kirgizishda biz oddiy qavs ochishimiz kerak. Oddiy qavs ochamiz, lekin tuple'da bu. Lekin agar list bilan ishlatganingizda to'rtburchak qavs ochamiz. O'sha narsani yodda tutingizlar. Buni men sarlavhaga ham qo'yib qo'yibman. Testga qo'ymagan ekanman. Xo'p, mana shu narsani yodda tutingizlar. Xo'p, buni ham yuritamiz va bu narsani misol uchun o'zgartirish mumkin emas edi. Buni isbotlash uchun mana bu narsani yuritib ko'rsak, bizga hozir ranglarda mana bu 0 indeksdagi qizil rangni sariqqa o'zgartirmoqchimiz ma'lumotga. Buni yuritsak bizga xatolik beradi va xatolikda tuple object does not support item assignment deyiladi. Tuple'lar bunaqa o'zgartiriladigan vazifani, o'zgartirish bo'ladigan vazifani qo'llab-quvvatlamaydi deydi. O'shani yodda tutingizlar. Xo'p, bu narsani o'tdik. Xo'p, keyingisi bu set, to'plam. Set bu unikal takrorlanmaydigan elementlar to'plami hisoblanadi. Ulardan xususiyatlari tartibsiz, indeks yo'q va takroriy elementlar ham yo'qdir. Nima uchun kerak? Takroriy ma'lumotlar avtomatik olib tashlash uchun kerak. Juda tez tekshirish uchun. Bu juda ham katta ustunlik hisoblanadi setni. Va hayotiy misollardan bu ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar hisoblanadi. Misol tariqasida keling sonlar ketma-ketligidan boshlaymiz. Birinchi bu yerda 1, 2, 3 va 3 ni mana bu yerda yana ikkita qo'shimcha qilib berdik ma'lumot sifatida. Agar buni print qilsak, bizga mana bu ikkala 3 ni chiqarmaydi. Mana ko'ramiz buni. Ko'rganingizdek 1, 2, 3 qildi. Qolgan ikkita 3 ni tashlab yubordi. Foydalanuvchilarda ham xuddi shunday. Agar sizda qanaqadir veb sahifa bo'lsa va
siz foydalanuvchilaringiz biri 2 martadan o'sha registratsiyadan o'tgan, lekin siz hammasini ko'rmoqchisiz. O'sha nima desak bo'ladi, 2-3 martalab o'tgan foydalanuvchilardan tashqari hammasini ko'rmoqchisiz. Xo'p, buni iloji faqat o'sha setdan foydalansangiz, o'shanda tez amalga oshirsa bo'ladi. Xo'p, buni ham yuritib ko'ramiz. Ko'rganingizdek, bizga haligi Islomni qaytardi. Islom 2 marta kelganda o'shaning uchun bittasini bizga qaytaradi. Xo'p, va bizda oxirgisi dictionary degan tushuncha bor. Bu lug'at hisoblanadi. Dictionary bu kalit va qiymat juftliklaridan iborat ma'lumot turi hisoblanadi. Har bir kalit yagona bo'lishi kerak va qiymatlari istalgan turda bo'lishi mumkin. Uning xususiyatlari kalitlar takrorlanmaydi va qiymatlari takrorlanishi mumkin va juda tez qidirish imkoniyati bor. Nima uchun kerak bizga? Ma'lumotlar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanish bo'lsa ishlatamiz. Tez va qulay ishlash uchun ishlatamiz va hayotiy misollardan bu talabalar ma'lumotlarini saqlash uchun, misol uchun. Va bitta talabani misol uchun ismi Islom, yoshi 25 yosh va o'qiyotgan kursi 2-kurs hisoblanadi. Buni yuritsak va bu ma'lumotni saqlasak, o'sha talaba degan o'zgaruvchimizga va biz unga murojaat qilsak, misol uchun ismini bilmoqchimiz. Bizda Islom qaytaradi. Agar bunda ham o'sha o'zgartirish amallarini bajarsak bo'ladi, indekslashdagidek. Xo'p, yoshini o'zgartirmoqchimiz, ma'lumotini 21 qo'ydik. Xo'p, buni yuritsak, hammasini chaqirsak va bizda yoshi 21 yoshga o'zgartdi, 25 dan. Mana shular bugungi videomizda. Keyingi videolarda ko'rishguncha.